o'limdan qo'rqasizmi? O'zing qo'rqasanmi? Juda qo'rqaman. Faqat buni yashirishga urinaman. Yashirganing sari oshkora bo'ladi. Haqiqatda umr 2 nafasdan iboratdir. Borliq olamga birinchi kelganimizda olganimiz va g'ayb olamiga ketganimizda beradiganimiz. Borliq olamidagi vaqt shunchalar qisqadir. Shu qisqa vaqtda insonga hamroh bo'ladigan birgina narsa bordir. O'lim. Sen bu holingda o'lim aslida tiriklik ekanligini tushun. Agar o'lim yomon narsa bo'lganida insonga hamroh bo'larmidi? Demakki, o'limning ortidagi hikmatni tinglashimiz zarur. Bu hikmat nima bo'lsa, uni topish lozim. Modomiki Alloh taolo mayyitni tiriltirarkan, istagan vaqtida seni tirik ruhingdan o'lik nafsni chiqarib uni o'ldiradi. Shu holda nafsni o'ldirish yo'lini topishing kerak. Shuni unutma yigitcha. Tili bir xalqidan ayrilgan 100 nag'masi bo'lsa ham tilsizdir. Koshki otam boshqa bo'lsaydi.